Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Navro'z shaharchasida joylashgan Mirzaobod tuman axborot kutubxona markazi oldidamiz. Mo'ljal tuman hokimiyati binosining yonida. Kutubxonamizda hozirda 16245 nusxada kitoblar mavjud. Bundan tashqari 10106 nafar kitobxon muntazam ravishda foydalanuvchi sifatida a'zo bo'lgan. Bu yerda siz ham bemalol a'zo bo'lishingiz, o'zingizga yoqqan kitobni uyingizga olib ketib o'qishingiz mumkin. A'zo bo'lish uchun esa faqatgina pasport yoki tugilganlik haqida guvohnoma kifoya. Shuningdek, bizning kutubxonamizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni kuzatib boring. U yerdan siz yangi kitoblar, tadbirlar va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lasiz. Keling, kitob o'qing, bilim oling va kitobxonlar safidan joy oling. Men Mirzaobod tuman axborot kutubxona markazining yosh muxbiri edim. Diqqatlaringiz uchun rahmat.